Bismillah deb sirni sharikimizni boshlaymiz. Buning uchun bizga tovuq qiymasi kerak bo'ladi. Мясорубкаdan chiqarib olamiz. Barchasini описаниеda qoldirdim. 1-2 bo'lakda nonni ham мясорубкаdan chiqarib olamiz. Xohishga qarab siz talqon ham solishingiz mumkin. Bitta o'rtacha piyozni ham мясорубкаga solib, buni ham birgalikda chiqarib olamiz. Tuz ziravorlar siz yoqtirgan tuz ziravorlardan qo'shing va 3 qoshiq atrofida yog' qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. G'ijimlab aralashtirishimiz kerak. Qo'l bilan pishitilgan go'shtdan yaxshi kotletlar chiqadi. Endi qo'l ostidagi barcha sirlardan foydalanishingiz mumkin. Men cho'ziladigan turdagi sirdan foydalandim. Kichkinagina dumaloqcha olib, ichiga sirni solamiz va yana dumaloqlab qo'yamiz. Mana dumaloqlab oldik. Endi buni 2 dona tuxumni vilkada atalab, xohishga qarab tuz qo'shib olsa bo'ladi. Shariklarimizni solamiz va talqonga bulg'alab olamiz. Yaxshilab bulg'alab olganimizdan keyin qog'ozlarga terib, muzlatgichda qotirishga qo'yib qo'yamiz. Qotgandan keyingina konteynerga solib olib qo'ysa bo'ladi va bundan yaxshigina daromad ham qilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa yog'da qovurib, buni bemalol bolajonlar bilan birga iste'mol qilsa bo'ladi.